Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, yaxshilar. Bugun bir shag'aroqqa kirib chiqdik hozir. Uyrenib. Videoga diqqat bilan e'tiborli bo'ling. Videoda ko'p narsani ko'rsatib o'tishga harakat qilayman. Ikki qiz onasina jardin qiziq yeri bu, men so'roq tutyapman. Endi bu yerda ko'p zvuklardan foydalanmoqqa harakat qildik. So'roq tutyapman. Bu kelinchak jasavotgan yerda jan atrofidagi semiyalarning barlig'ini uzoqqa deyim borib yuribman men. Hammasi taniydi, murojaatchilar, shu yerda bizda tizimda turganlar bor. Lekin uzoqqa deyim birde bir murojaat qilib ko'rmagan ekan u kelinchak bizga. Men de tanimadim uni rosa. Hayron qoldim. Hammasi atrofimda qo'ng'ilarning barini taniyman. Meni taniydi ko'pchilik. Bizlarda biladi, xabari bor bizlarda. Uzoqqa deyim shunday murojaat qilib ko'rmadingizmi desek, yo'q deyapti. Yo'q, murojaat qilib ko'rmadim deyapti. Qalay kun ko'rsatyapti desam, sol aytib 40 ming kuniga pul topaman, 30 ming, 40 ming, 50 ming deydi. Pul topaman, pasuda yurib, so'ng arasida shunday o'tirgan yerlarni o'zingiz ko'rib o'tirsiz. Ko'p narsada aytdim. Endi videolarda söylep chiqib o'tirman, ko'p narsa aytaveruvdan ham bir hajat yo'q deb o'ylayman. Bu video hamma narsani tushuntirib berib qo'yibdi bu yerda. Ikki qiz Vasıta barsak iki kız uyunda yo'q ekan, iki qizi. İki kız bir o'g'li bor ekan, iki qizi uyunda yo'q ekan. Anasidan so'ragan vaqtimizda baklashka teruvga ketdi deb aytibdi-da. Bir turli o'qib ketdim, so'ng o'zimda qayoqqa teruvga ketdi? Vokzal tarafga qarab, shunday kunday baklashka terib anasına jardam bo'lsin deb shu baklashka teritgan qizlar. 5-klass, 6-klass qizlar. Endi bu yerda har kim har xil zot aytib mumkin aqlli qilib, lekin baribir de bir ravo ko'rgan bo'lmasa edim unday narsani. Sirasi mashinada jiberdik. Qayerdan teradigan bilasizmi deb biladi ekan, anasi qayerda juratini topib, qizni aldirdik. Shu maktab formalari, oyoq kiyimlar, papklarni shu afargan atagan zotlarimizni berdik. Qizlar qattiq notiq, endi uyaladi, bilamen. Lekin shunda da biz bunday shag'aroqlarga yordam beramiz, shunday videolar istashga majburmiz sebebi. Men hozir o'sha golsimda eshitib o'tirsiz-ku, telefon ko'rsatib qarab o'tirib so'ylab aytib bersam, hech kimga ta'sir bo'lib yetib bormaydi u narsa. Сол kadrlarni ko'rmasa yetib bormaydi. Kadrlarni ko'rsatib berganning o'zida de qayta-qayta aytamiz bu. Bas solib, jabib istagan harakatlarimiz shing bo'ladi. Har doim bo'la bermaydi u. Endi Katyolunda o'tgan yil eplab ulkan anasi qurdirib bergan ekan eplab. U men uy isimaydi, uy to'zib qolgan, uy sira isimaydi, uni bilasiz. Jevshetning hech narsasi yo'q. Kartoshka piyoz geshiri bor ekan azmas. Deyarli hech narsasi yo'q. Qani yerda aqlli qilib so'ylayveruga da tilim ham bormaydi. U menda bir ular men dardini bo'lsing desang, o'zining o'zi adam jerkenib ketadi rasi. Adam o'zining o'zi yo'q ketadi bunday narsada. Biz bilan birga jasab o'tir sol shag'aroqlar. Sol shag'aroqlar biz bilan birga kun ko'rib olibdi. Lekin bu kadrlar, bu uy ma'gan endi men bilmayman kimdir. Biz har video chiqargan vaqtimizda bizga SMS keladi, u qanday adam ekan bilasangmi, u qanday adam ekan bilmaysangmi, ana bunda har xil zotlar aytadi. Men qiziq emas u gaplar. Men ko'zimga ko'rganimga qarab baribir baho beradigan bo'lsak, qanday adam bo'lgandan qat'iy nazar men balalarga e'tibor beraman. Birinchi o'rinda o yerda balalar o'sib keladi. Shunday baribir o'zingizning balangiz bilan imkoniyatlarini solishtirib ko'ring uni. O balalarning aybi yo'q. So'shin ne kerak degan zot so'radim. Ne so'rab berdim. Har doim beradigan so'rovim, ne zot kerak desam, kiyimlarimni qo'yadigan bir stol shepaner qilgan zot bo'lsa ya deydi-da, aytayotgan zotin qarangda. Men aytdim, biz bir inson bizga tashlab qo'yibdi, shunday uydan chiqqan go'nash shkaf shefanerlari bor ekanda, bir mingga. Lekin foydalanilgan bo'lgan qalbimda turib zatsab qo'ysa bo'ladi. Soni olasizmi? Men son inson bilan байланыстырып qo'ysam, akib bersa uyingizga yo foydalanilgan narsa, sonra alasib olsam quvonib ketdi-da, quvonib boradi-da, olamiz deb. Hech qanday sharoit yo'q, to'sek ham yo'q dajida, uncha 5-6 to'sagimiz bor deydi bo'lgan. So'ng ko'p söyleyvermey qo'yamiz, kadrlarning o'zi yeterli deb o'ylayman. Hammani yana bir harakatga chaqirib qolaman. Байланысып kimdir bir narsa olib beraman desa, telefon nomerimni berib байланыстыraman.
kimdir körpe apart beremen, şkaf bolsun, başka bir kerekli buyumlar apart berетін адам болса, ысыл шаңыраққа жәрдем тисін. Менде де бар, бұл жерде артқан диван болсын үйіңізде болады, ескі диван спальнилер болады, мәселен, анда жерде жатпау үшін олардың. Кімдір ұсташылып қолынан келсе қара ойылып атырыпты, көріліп атырыпты. Не қызмет істеу керек? Видеода көрдіңіз, не зат қиянат қолыңызда? Мен мына затын істей аламын деген адам болса хабарлассын. Соны енді жабылып бәріміз бір сөйле тұрып істеуіміз шарт емес. Кімдір барып полын қағып беріп кетсе азмаз, кімдір барып айналарын сап беріп кетсе азмаз, айналарын қара өзгерту керек. Кімдір барып шкафларын беріп кетсе, кімдір барып көрпе төсегін беріп кетсе, біз бұл үйге әдеуір жеңілдік жаратып беріп, бұл үйді аяққа тұрғызып жүру соншайлы аңсат болады. Біргелікті әрекет істесек. Мені белсенділікке шақырып қаламын. Қайда айтамын? Видеоны көрген уақытыңызда өзіңіздің имканиятыңыздан келіп шыққан алда не бере аласыз көрінеді ол жерге. Дуасын алың достар. Ана балалар үшін алдымызда суық билер жасалып кетіпті. Орларына, соманда сіз жасап жатсаңыз балаларыңызбен, бір қойып көрің достар өзіңізді. Сау болың, саламат болыңдар. Құшақла. Құшақла. Мамасына беріп отыр.